شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarandaşlar, bugünkü dersimiz Sur Baqara'nın 65. ayeti. Mazmun cəhətdə, yəni şu Yahudilərin, əhli kitabının məzmunu. Yəni biz ilgirki məzmunlarda Allah subhanahu wa ta'ala bizge devirlerden ma'lum bir devirdeki insanların ki peygamberlerge qarta bildirgen inkası, birilgen nimetlerge qarta kırılgan karşılığı körsetken ifadesini bizge tilgap öttü. Yani ehli kitabının Musa aleyhisselam'ın kavmi olan Yahudilerin ki bulağı üzlüksüz şekilde birilgen nimetlerini qayta ret eskertti. Bularning bu birilgen nimetlerge qarta qilgan, ko'rsatgan ifodasi, tutqan meydanini ko'rsatib o'tdi. Bu orqali Allah subhanahu va taolo bizga shuni demoqchiki, Yahudilar dunyoda mubtalo bo'lgan balo musibatlar, xorliqlar sababsiz emas. Bular qilingan zulm emas. Bularning xarakteri bu. Bugünkü Yahudilarımız şu, ötmüşteki Yahudilarımız şu deganni bildirib qo'yish. Va yana undan boshqa bizga agar bizning Allah avatgan payg'ambarlarga tutgan maydonimiz, pozitsiyamiz, Allah tushagan kitob qarta tutgan maydon pozitsiyamiz shularda ko'p qolsa, bizning oqibatimizning ayni shu shaklda bo'lganligini eskertme şekilde bizge bildiryotidi. Bugungi mazmunni uzluksiz şu ilgirki mazmunning davomi Yahudilarning qilgan etkenleri, xatoliqlari, berilgan ne'matlarga qarta qilgan inkor, tenishlari so'zlanyotidi. Estaizu billah va laqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis-sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ sizler bilettanlar deydi. İnek bir mesele bu. Yahudilerin oturdu mu? Çoğun kişi hemisi bilediğin. Aranlarda şembe günüsü çeklemeden aşkan kişiler biz ulanı har maymun bu gitinlar dedik. Yani ulanı maymun kılıp ettik. Ya ki maymun micaz kılıp ettik. Ya ki emeli maymun özgürtüp ettik degen şekilde bulağı birilgen bir cezanın esletmesi sübtide Allah hitap kıvattı. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizge ilgirki ayetlerde Yahudilağa fazli merhamet işkini kandak içip bəgəllikini ama bu Yahudilarning bu fazli merhamet işkini kandak taşlığanlıqını bayan qıp bolğandan keyin bizge yana bularning qilgan bir qism ishlarini Allah'ның buyruqlariga qarşılık qilish, hiyli işiltishdiki bir qism ishlarni bizga bayon qilib bermoqchi bo'ldi. Allah subhanahu va taoloning albatta dinda bir buyruqlari bo'ladi. Dunyo ishlariga munosabatlik buyruqlar bo'ladi. Allah subhanahu va taolo bizning dinga yoki dunyoga munosabatlik bir buyruqini astoydilolmagan shaklda tutishimizni yaxshi ko'rmaydi. Allah'ның buyruğuna astoydil qarash kerak. Onunla oyun, tamaşa yoki ciddi olmagan şekilde yani astoydil qaramaslikni Allah yaxshi ko'rmaydi. Yoki biz bir buyruqning ustiga qo'yib ma'no tufaylidan ma'no tashlashimizni Allah yaxshi ko'rmaydi. Shuningdek Sura Jumada mandaq bir oyatlar var, o'yinib baxshga tegishli oyatlar. Sura Jumaningki 9-10 oyatida
Ya eyyuhellezine amenu iza nudiya lis-salati min yawmil cum'a fas'au ila zikrillah. Ey müminler, cuma günüsü cumaga aza o'qilsa, Allohni aslashga oldirib meninglar va zarul bay' siz so'z setiqni tashlanglar deydi. Deb bo'lib 9-oyatda fa iza qudiyatis salat namoz tugisa fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Taqab Allah'ın fazl merhametini izlanglar degan bu. Qaranglar, bu yerda ikki buyruq bor. Birisi Allohning zikriga, birisi rizq talab qilishga. Her ishni o'z vaqtida joyida qil demoqchi Allah. Allohning zikri bo'ladigan, Allohni eslaydigan, ibodat qiladigan juma vaqti olsa, qo'y sodangni mang jumaga. Juma o'qib bo'lsa, amdini o'tirib olmay, chiqat alaga. O'zingning kasbini qil. Rizq izle, Allah'ın fazl merhametini izle davatıdı. Mahlı şekilde. Yani bu yerde biz yukarıda Allah'ın bazı buyrukları dinine münasebetlik, bazı buyrukları dünyaya münasebetlik tutuq ki, bu ayetden özü bizge işki misal çıkadı. Yani işki buyruk, onun biri din hakkıda, cümlege mengiş hakkıda. Yani birisi dünyaya münasebetlik. Her işkilisi Allah'ın bizge görüspege yolu. Qanaqdır, mao başka emas. Allah sizning namoz vaqtida savdo qilib ishlashingizni xohlamaydi. Namozdan keyin masjidda sababsiz qap qilib ishlaringizni tashlashingizni ham xohlamaydi. Bu yerda ifoda bu. Namoz vaqti keldi, namozga mang. Namoz tugudimi? Chiqar sirtqa. Ishingni qil. Bika o'tirib olma masjidda degandek ma'noda. Namozga azon o'qilsa masjidga. Namoz ado qilinsa o'zingning kasbingni qilishga, rizq talab qilishga, rizq uchun sa'iy qilishga mang. Endi bu yerda 2 kun bor. Haftaning ichida, odat hafta 7 kun bo'ladi ya. Qur'onda tilg'ilingan 2 ism bilan tilg'ilingan 2 kun bor. Birisi juma, birisi shanba. Birisi juma, birisi shanba. Haftaning kunlari 7. Qolgan 5 kun Qur'onda ism bilan tilg'ilinmoqlik. Yakshanba, dushanba, seyshanba, çarşamba, peyshanba. Ma 5 gün Qur'onda ism bilan tilga ilinmoqlik. Ammo juma, shanba ikkisi ism bilan tilga ilinmoqlik. Endi juma musulmonlarning hayiti. Bu juma kunlikda musulmonlarning masjidda yig'ilib juma namozini ado qilishi yo'l qo'yilgan. Biz bu yerda shuni bir mulohaza qilishimiz kerak. Cuma günü adette normal sandın çıkmagan. Cuma degan isim sandın çıkarılmagan bir isim. Buna deyişimden sebebi Arap tildim şunda, Hanzu tildim şunda bilisizler. Heptinin isimleri sandın elinadi. Mesela Arap tilde yakshanba deganni al-ahad deydi. Bu sanda 1 degan bo'ladi. Dushanba al-isnayn deydi. Bu 2 degan bo'ladi. Yani heptinin 2-chi kuni degan gap. Seyshanba as-sulasa yani 3 degan bo'ladi. Haftaning 3-chi kunisi. Al-arbi'a çarşamba 4-chi kunisi. Al-khamis payshanba 5-chi kunisi. Arab tilidagi kunlarning soni ismlari sondan ilingan. Endi bizning Uyg'ur tilida ma Fors tilidan kirgan bo'lg'ay bizning Uyg'ur tilidagi kunlarning ismlari. Bizga nisbatan son tuyg'usi olmagan bilan Fors tilida son tuyg'usi turadi. Yakshanba desa yak 1 degan bo'ladi. Dushanba 2, seyshanbadagi sih degan 3 degan bo'ldi Fors tilida. Chahar degan 4 degan bo'ladi. Chorshanbadagi shu yerdan chiqqan bo'lish kerak. Payshanbadagi panjida bir narsa o'rganganda qilgan Fors tilida 5 degan bo'ladi. Bizning Uyg'ur tilidagi sonlarni agar asli şu yerdan keldi deb qaralgan Fors tiliga qaytarilsa, bu sondan ilingan bo'ladi. Yakshanbadan tortib payshanbagacha haftaning 1, 2, 3, 4, 5 deb payshanbagacha sondan ilingan. Ma 5 kunning ismi arab tilida sondan ilingan. Ammo juma bilan shanba sondan ilinmagan. Yani juma degan bo'ladi, son emas ma u. Haftaning kunlari odatda normalda juma bilan shanbadan boshqasi songa bog'lanadi. Songa nisbat berilib, songa bog'langan haftaning 1-2. Masalan, al-ahad desa, shanba desa, bu 1 ga bog'langan. Al-isnayn dushanba desa 2 ga bog'langan. Al-thulatha seyshanba desa
haftanın 3'ü degan bo'ladi, 3 ga bog'langan. Al-Arbi'a çarşamba desa 4 ga bog'langan, ya'ni 4 haftanın 4'ü degan bo'ladi. Al-Xamis desa 5 degan songa bog'langan bo'ladi, ya'ni haftanın 5-kuni degan bo'ladi. Bu qadar ya'ni. Haftada 7 kunning 5 kun ismi nimadan ilingan, sondan ilingan bo'ladi. Endi bu yerda bo'lish kerak ish aslida juma haftanın 6'sı deyish kerak. Na sanab kelsak, yakshanba 1, dushanba 2 deb sanab kelgandan keyin juma haftanın 6'sı bo'lish kerak, lekin unda emas. Yani o san verilmedi onunla. San ismi koyulmadı. Nimişqa desa, çünkü dünyanın mevcutluk nizamı bir yere kelgan kun bu. Yığılgan, mücessemlengen, toplangan gün. Bu yüzden Allah subhanahu wa ta'ala bunu cuma deb atab, bizge bunu bayram qilib bergan, hayit qilib bergan, demelish. Bayram deganimiz mushu kundagi bütün dünyadaki kainatninki bir yerga yig'ilish, mujassamlanish, to'planish kunisi. Dunyoni yaratishdagi, aşkındaki tamamlanışdagi Allah'ın nimetinin toplanish kunisi bu. Allah'a iman etganlar şu kuniste dünyanın özür üçün yaratılışdan tamam bo'lganligini qizg'in shaklda, tabriklash shaklda bir yig'iladi. Şu yüzden cuma gününün ismi toplanish kunisi, yig'ilish kunisi, bayram kunisi degan ma'nodagi Cuma deb atalgan. Cuma'nın ma'nosi toplanib tabriklaydigan, bir yerga yig'iladigan kun degan ma'noda bo'ladi. Endi sabt, shanba deganni arab tilida sabt deydi. Sabt deganimiz kesish degan ma'noda, uzish degan ma'noda. Adat arab tilida sabatda yasbitu sabt deb bunda shaklda pil chiqariladi. Bir odamning ishi uzilib qolsa, sabatda deb ifodalanadi. Yani bu yerden biz şunu mülahaza qilamiz ki asman zeminning yaratılışı 6 kunda tamamlandı. Allah subhanahu wa ta'ala'nın Kur'an-ı Kerim'deki "Huvallazi halaqas semawati vel arda fi 6 ayyam" deb 6 kunda tamamlandı. Yaratılışның tamamı cuma günü doğgan. Şembe, düşenbe, seyşembe, çarşembe, peşembe, cuma günüsü bitken asman zeminning yaratılışı. 7. günüsü şembe günüsü. Yani her şey dünyanın yaratılışının hemmesi üzülüp, bika olup, iş üzülüp boğan, mesele kesilip boğan günüz. O yüzden şembe gününün ismi sebt, yani mesele üzülgen, iş tamamlanan gün. Cuma günüsü pütken gün, yani dünya asman zemininin yaratılışı pütken gün. O yüzden bu bir bayram günüsü, hoşallık Allah'ın nimetine şükür kılış için, bu iş üzülgen, mukumluş boğan gün. Şunlaşqa bunun mu bir arameliş, sept degenin yeni bir ma'nosi, işler üzülüp tüge bir xil bika olup, aramaladigan, rahatlanadigan kun degan ma'nosi mi bor. Yani bu kunning sept deb atilishning sababi, chunki yaratilish tamomlanib bo'lgandan keyin dunyoninki bütün ish harakatlar buni to'xtagan degandek bir ma'no bor. Endi Yahudiylar aramelish uchun, demelish uchun bir kun istedi. Allah ularga shanba kunni berdi. Sizlarning aramanglar shanba kunisi. Shanba kunisi haftada bir kun dam olasizlar dedi. Allah subhanahu wa taala bularni mushu kunda imtihon qilmoqchi bo'ldi, sinamoqchi bo'ldi. Bu sinash qanday sinash desa, bular dengizda yashaydi. Bularning xizmati dengizda biliq tutishdi. Yahudlarning shu vaqtida. Makundagi imtihon qilish nima desa, Alloh bularga mushu kunda ishlashni harom qilgan. Allah'ın bularga imtihonisi bu. Haftada 6 kun ishlayolsa, bir kun ishlasang xato deb harom qilgan. Andan bular tutadigan biliqlarni mushu kunda qiladigan qilib qo'ygan, keladigan qilib qo'ygan dengizga. Ya'ni biliqlar o'zining qanotlarini chiqarib, shunama, agib yuradi dengizda. Bular shu biliqni hafta izlaydi. Biliq tutib qoqqanlar bilasizlar, kemaga chiqib dengizlarda biliq izlab, biliq to'pi izlab yuriydi. Tapamaz qolgan, tapamaydi ba'zi. Ba'zi topdi, ba'zi tapamaydi. Ama shanba kuni so'p qolsa, biliqlar suning yuzida oshkora keladigan gap. Ya'ni mushulning qishig'i keladigan gap biliq. Bularni sinoq qilib ozdirishni hisobda. Bir sinoq, ajoyib sinoq, 6 kun ishlay oladi, 6 kun biliq tuta oladi. Shanba kunisi aram. Aram kunisi ishlasang qat'iy bo'lmaydi. Aram. Ama shanba kunisi shu qolgan 6 kuni tutib bo'lmagan biliqlar oldiga keladi. Qana qildi endi? Kur'an-ı Kerim'de bu hakta Sura Araf'ın 163. ayette "Ves'elhum anil qaryatillati kanat hadiratal bahr."
Deniz buydaki helaki kenetin ahval toğunluq sorap baq ulardan. Yahudilardan. Bular biladi bu vaqalik. Bütün Yahudi Bani İsrail'in hammasi ma'ruf mesele bularga nisbeten. Şembe günüsü bularga biliqlari oshkor keladi deydi. Şembe günüsü ama şembe olmagan kunlikda, demamagan kunlikda kamaydi deydi. Bular mijazi pasiq yo'ldan chiqqan insonlar o'qachqa biz mushkil shaklda buni sinadik deydi. Xuddalaqqa valillahil masalul a'la biz bir odamni ishlasak o'zimizning shirkati yoki boshqa bir yerda har holda bir odam bilan muomala qilsak, bu odamning mijozidan g'ayrilikni his qilsak, bir sinab boqqimiz keldi inson bu o'sibimiz bilan. Endi Alloh o'zi xalqini qildi. Yahudlarni bu shaklda sinadi. 6 kun ishlaysa, biliq yo'q dengizda. Bir kun dam olsa, ishlamaysa qattiq biliq tutmaysa, ammo biliq kelayotgan. Bular chidab turolmaydi-da bunga nisbatan. Qanaqa qiladi endi? Ya'ni yuqorida oyat degandek, dengizlar biliqlar bilan shanba kunlikda tushib ketayotgani, biliqlar sakrishib turgan, qarasa hammasi ko'rinib turgan, tutaydizi taqa, chiqib bir yerlar bir qana olib ketib boradi endi buningki. Yashanba kuni atdigan bo'lib qolsa, biliqlar yo'q, hammasi yo'qolib ketgan, shurinib ketgan. Bular shanba kunni o'zlariga hit qilib, hech qilmoqchi emas. Hech qilmaydi asli, bir ish qilmaslik kerak. Lekin shu vaqtning o'zida yana mushu biliqlarga bular erishishni xohlaydi. Bugun ishlasak olmaydi. Bu belgilangan belgilama. Ammo bu biliqlar bugun keladigan boshqa kunda kelmaydi ekan. Buni tutib olish kerak. Bu xil kallaga keldida. Bular bir ko'ldan bir niyasi deyana. Cho'nqur ko'l. Buningga Allohning buyrug'iga mush ko'l orqali bular hile qilish uchun, ya'ni shanba kunlikda ishlamadik. Allah bizni cheklagandek. Bo'ldi, ishlamadik, aram oldik deb qo'yib, ko'ldan bir niyasab bu orqali bular biliqqa erishidamdi. Ya'ni zihnimi ko'ydamaydi, kavobmi ko'ymaydigan bir gap bor. Shunga o'xshagan Alloh shanba kunlik ishlamadi, ishlamadik. Biliq tutmadi, tutmadik. Ammo shu vaqtning o'zida, ya'ni shu ishlamagan turib, yana biliqqa erishish. Ikki muddaosi bor bularning. Yili shar'iy qilyapti-da bular. Ana mayasigan ma ko'liga biliqlar nayt qulay kirdi. Ko'l intayin cho'nqur, suni boshlab, ko'lni boshlab, biliqni boshlab kiradigan gap shanba kunlikda ishlamaydi, lekin o'zi tabiiy kiradi. Ko'l cho'nqur, biliqlar undan chiqolmaydi endi. Shu kechisi qo'p quydi yashada, atdigini bugün etdigan biliq tutish cheklanmagan endi. Ishlasa bo'ladigan vaqt kelgan vaqtda tutilgan gap. Bu o'z vaqtidagi Bani Isroildan bir hile bu. Hile bulup Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruğu xilaflık qilish qilgan bir hile. Allah subhanahu wa ta'ala buyruqlardan bira buyruqda hile shar'iy qiladigan, hile qiladigan odamni yaxshi ko'rmaydi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bugungi oyatda, biz bugun o'qiyotgan oyatda da'vatida va laqad alimtum, sizlar bilasizlar bu masalani da'vatida. Ya'ni aranglardagi shanba kunlikda chekdin eshqan. Şunu bilan bu sababli bularga maymun bo'lib ketinglar deb bularga xorliqni möhürqi besib etgan bu insonlarning ahvolini sizlar bilasizlar deyapti. Mendagi oyatning boshida sizlar bilasizlar degandan o'zi nima degan gap desa, bu masala Yahudlarning qashida noyati ma'ruf, aniq bir mutawatir masala. Buni bovlari, dadlari, narvalariga o'g'itib tarixdan avloddan avlodga Yahudlar biladigan bir masala bu. Bu bularga nisbatan yangilik emas. Gerçi bu xitob qilinayotganlar Rasulullahga zamondosh Yahudlar bo'lsa-mu, bular biladi buni. Yani biz oyat-i karimidagi Alloh subhanahu va taolaninki va laqad alimtum, sizlar buni bilasizlar deganni anglayotganmiz. Biz bir narsa tushunishimiz kerakki, bu masala, bu qissa, bu hikoya Yahudlarning qishida aniq hikoya. Yani bu xuddi o'zaro birisidan hikoya qilib, o'zaro yo'tkishadigan bir turas, ya'ni burundan qolib qolgan bir hikoyadek. Ellezine atadav minkum fis-sabt, şu ayetning o'zi diyana. Aranglardan shanba kunlikda haddin eşqan kishilar da'vatidir. Ham bu yerda to'ldiruvchi bir kunlik, ya'ni o olsa-mu yuqorida tilg'ilingan yil nayran, bularning ishlatgan yil nayrani. Bular Allohning buyrug'iga shanba kunlikda aram olasizlar, shanba kunlikda ishlaysizlar degan buyrug'iga yil ishlatdi bular. Mohiyatda ular shanba kunlikda tutmadi amaliyotda. Lekin biliqlarga qapqon qurish orqali bu cheklamaga yil ishlatdi. Tutmadi o'zi, lekin qapqon qurish orqali cheklamaga yil ishlatdi. Bular do'tlik qilgan bu haqda. Asli cheklangani shanba kunlikda ovlash orqali o'zlarining ko'llarida biliq tutish ma'lum cheklangan. Lekin bular uni
Yili neyran bilan bilqiga oldi, ko'liga oldi. Cheklanganda tutish olgandan keyin bu tutmadi qanday qolsa deb ko'lga elib, andan keyin ko'lni yashamli ko'lga tutdi. Lekin Allah bunu bularninki bu yili neyranini hisob qilmadi. Nima dedi Allah? I'tadavda bir iboratni ishlatdi. I'tadav degani, ya'ni Allohning bularga sizib bergan had hududidan oshdi, cheklimidan oshdi dedi. Bularning yili neyranini hisoblanmadi yana. Yani Allah subhanahu va taala bir narsani harom qilgan vaqtida nima deydi? Tilka hududulloh fala taqrabuha. Yiqinlashmanglar deyapti. Bir nuqtaga diqqat qilinglar. Qur'oni Karimda Allah ma'lum bir ishga hadsizsa, maning mayziga o'tmaysa desa, mashina qilmaysa desa, qilma degan iboratni ishlatmay, nima deydi Allah? Fala taqrabuha, yiqinlashmanglar dedi. Yahudilarga shanba kuni ishlashni harom qildi. Aram al bu bir kun, aram bo'lsin sana dedi. İşleşni haram qilgandan keyin bularning oqig'ini ishlashga yaqin bir ish. Qur'oni Karimda dedi-ku, ana bayazir o'qidim sizlarga. Fala taqrabuha. Bunda cheklimiga yiqinlashmang. Avvalo yiqinlash deyotgan masalan. Ya'ni uning unda qilganimi shakli jihatda xuddi shanba kuni biliq tutmay, ya shanba kuni tutib, yilidan ishlatayotgandek qilsimi, mohiyati o'xshashlar buyruqni xiloflik qilish hisoblanadi. Chunki Alloh seni qiziqtirishdan boshqalarning ozdirib ketishidan cheklamoqchi. Yaqinlashmanglar deyishga sabab. Ma'siyatga tushib qolmaslik uchun. Shu yaqinlashma da'vatidir. Ammo Banu Isroil Allohning hukmiga tajovuz qildi. Allohning hukmidan o'tdi. O'zi itoat qilgan shaklga kirib olib, o'zi xuddi Allohning buyrug'iga itoat qilgan shaklga kirib olib, amaliyotda Allohning hukmiga tajovuz qildi bular. Bular asi bo'lish vaqtida. Bu o'ylaydiki, Allah'ını aldıyalayımız deb o'ylaydi. Halbuki ular asi turib o'zini itoatchan shaklda ko'rsatib Allah'ını aldıyalayımız deb o'ylaydi yana. Allah'ning hukmi bularga nisbatan chiqdi. Dediki, faqulna lahum kunu qiradatan xasin. Sizlar maymun bo'lib ketinglar dedik deydi. Bularning oqibati bu. Odatda sen bir nuqtaga dikirayli, oyatning o'ziga qarasak, kunu qiradatan xasin. Sizlar har maymun bo'lib ketinglar dedi. Maymun bo'lalam da o'zi. Normalda odatda biz siz masalan bir misol olsak, bir insonni bir ishga buyursak, cho'qim u qila oladigan iqtidoridagi ishga buyuramiz. Chiqib ketaman desak chiqib ketadi. Kira desak kiradi. Anbiyada Alloh subhanahu va taolaning buyrug'i maymun bo'lib ketinglar debdi. Bular mush buyruqni ijro qila oladi, ya'ni maymun bo'lib ketalamdi bu yerda. O'zining yaratilmasini maymunga o'zgartiralamdi bular yana. Bu buyruq faqat Allohning iqtidoridagi buyruq. Allah o'zgarsa Alloh o'zgartiradi. Ammo bular o'zgarmaydi. Maymun bulimiz deb bulanmaydi. Nim deb Alloh bularga maymun bo'lib ketinglar deb bunday shaklda buyruq qiladi. Desa biz buni nisbatan tushuntirib deymizki, yani buyruqchining o'zi, shu maymun bo'lib ketinglar deb buyurganning o'zi, shu shaxsning o'zi, ya'ni Allohning o'zi bularni maymun qila oladigan zot shu. Ular o'zchalab maymun bulanmaydi. Ammo buyruq bizning arab tilida yani boyusundurma, yani mecburi şekilde bir işqa kıldırımı buyruq deymiz. Mesela odatda buni bir misol alsak o'zimizningki turmushlarimizdan. Birisini qattiq uduq hamda bizlar bir egri xatolik o'tkazganlik tufaylidan tayoqqa go'y deb toza soldik. Uning selib etib turib, uni mushlab etib, dasib etib turib, ha Maşta tayak yeyse ya go'y bu tayoqni dedi. Tayoqni ya da buyruq qilganimiz qandaqdir sen mushtumni tutib opirib o'zingga urg'uzg'in demakchi emas. Men urvatman uni. Menda savatima, lekin tayoqni ya go'y deb deydigan gap. Bu yerdagi nima desa, aning nisbatan bir xorliq. Urvatqini men, tayoq urvatqini men, lekin aningga ya ma tayoqni, tetib paqama tayoqni deb, tetama tayoqni deb uni bir xil xor holatga tushirib bular qilingan buyruq bu shakldagi buyruq. Maymun bo'lib ketadi qo'yiladigan gap, ya'ni maymun qiladigan Alloh. Lekin Allohga nisbatan ko'dingmi saqasang boshda yili sharit qilib, yili mikri ishlatib Allohning buyrug'ini qilgan qiliqinga maymun bo'lib ketadi qasang deb bularga nisbatan bir ahana shaklda bir vatqan buyruq yani. Qanaqdir Alloh ularga maymun bo'lib ketinglar deb o'z irodasi bilan maymun bo'lib ketish uchun degan gap emas bu yana. Maymun bo'lib ketinglar desa Alloh maymun bo'lib ketinglar dedi, maymun bo'lib ketilya deb maymun bo'lib ketadigan ish yo'q. Alloh uni maymun qilgan Alloh qilib bulab maymun bo'la qolsang deb bir xil xorliq shaklda. Masalan bir niboyatning misolini bir izohlasam,
birini urib, dasab, yatqizib va yatagoy deydigan gap. Yatagoy deganimiz mush buyruqimni anglab yat degan gap emas. Uni men urib yatqizib bo'ldim uni men. Aning bir xil xorliq ifodasini tuyg'izish unga nisbatan-chi. Lekin Allah subhanahu va taolo bu yerda maymun bo'lib ketinglar deyishlar avlaga ashla bir xil maymun qilib ham ahonat qilib bir xil ifodaldi yana. Bu yana bizga nimani ifodalaydi bizga desa, ma'murninki, buyruqchininki buyruqqa bo'ysunish ifodasi. Maymun bo'lib ketinglar deb maymun bo'lib ketdi Allohning buyrug'i bilan. Bu bir xil bo'ysunish ifodasi. Amaliyat ular maymun bo'lg'isi yo'q. Maymun bulanmaydi ham, lekin Allohning buyrug'i bilan bo'ladi yana. Allah kun desa bo'ladi emasmi? Agar Allah ulardan maymun bo'lib ketishni xohlamasa, ularning Allohning bu so'zni, Allohning ularga deganligini anglamaslik lozim kelmaydi bu yerda. Chunki ulardan talab qilindigini anglagan narsani ijro qilish agar lozim bo'lib qolsa. Shunga bularning maymun bo'lib ketinglar degan gapni anglashi zarur emas. Masala nima bo'lsa, bularning nisbatan bir xil xorliq ifodasini berish. Chunki anglash qachon bo'ladi desa, ashuni o'zi ijro qiladigan vaqtda bo'ladi. Maymun bo'ldigini bular o'zi emas. Alloh qildi bularni. Allah qilib maymun bo'lib ketinglar deb bularga nisbatan bir xil xorliq tuyg'usini berish bularga. Lekin Allohning maymun bo'lib ketinglar degan buyruq chiqishi bilan bular u gapga diqqat qilib bir narsani, "Voy, nima deyotdi bizni maymun bo'lib ketinglar deyotdi ya" degan gapni anglashdan ilgaridan bular maymun bo'lib ketib turadi. Masala haqiqatdir, ularning Allohning buyrug'ini anglab maymun bo'lib ketish emas. Bo'lib ketgili bular maymun zaten. Endi ulamolar misha kelgan vaqtida ulamolar xilma-xil ko'z qarashdi bo'ldi o'sha maymun bo'lib ketinglar degan oyat haqida. Ma yahudilar qanday qilib maymun bo'lib ketdi, qanday qilib maymunga o'zgarib ketdi bular. Zarras maymunga o'zgardimi yoki bu bir xil xorliq ifodasimi desa, ba'zi ulamolar deydi, raslan bular maymunga o'zgarib ketgan, bular o'zi bilmay qilib. Bular o'zlarininki insondan martaba jihatda tuvan boshqa bir hayvonga o'zgarib ketganligini bilgan vaqtida bunda o'ylab baqilib, biz hammalar ikki putliq joyliq bir odamlarni insonlar alhamdulillah. Aytsa o'rnimizdan qopsak, hammamizdan choy ichib qo'yuz, tukyuz. Masalan, qarasak bilak bir maxluqqa aylanib qolsak, nim bo'lamiz, bir narsa bo'lib ketamiz. Bularmi shu ko'taranmadi uni-da. Yemedi, ichmedi, oxirida o'lib ketdi bular deydi yana. Ba'zi ulamolarning ko'z qarashi bu. Ba'zi ulamolar deydi, inson boshqa bir maxluqqa o'zgarib ketgan vaqtida u nasl qoldira olmaydi. Bularning maymunga o'zgarib ketishi bilan ular nasl qoldira olmadi, bular munqariz bo'ldi. Nima uchun nasl qoldira olmaydi? Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va la taziru waziratun wizra ukhra" birovning gunohini yana birov tatmaydi. Bular qilgan jinoyatning gunohi bular agar nasl qoldirsa, ballarga yetiladi. Ballarning nima gunohi bor? Uni maymunga o'zgarib ketsa, ballarimi maymun tug'ilsa asli odamdi-ku. Ballarning gunohi shu bilan nasl qoldira olmay, o'zi tortishib o'lib ketadi deb mana tushunganlar bor. Agar ular nasl qoldirsa, balları ata-onalarning gunohini ustiga olgan bo'ldi. Bu Allohning nazarida rad qilinadigan ish. Demak, Allohning rahmati yusidan buni yemay, ichmay, nasl qoldirmay dunyodan bir mazgil qolib qolgandan keyin har xil kisa va balolar bilan munqariz bo'ladi. Bularga yuz bergan ahvol bu deb ba'zi ulamolar bu xil shaklda tushundiradi. Ham ba'zi kishilar da'vatida agar bular maymunga o'zgargan bo'lsa, maymunga o'zgarib ketgan bo'lsa, bugungi kunda bayahudlar nereden keldi desa biz deymizki, o Yahudlarning hammasi asli qilmagan u yerda, butun bir bo'lik asli qilganda, lekin ularning ozgina bir qismisan asi bo'lib, maymun o'zgarib ketgan. O o'zgargani shu qilib qolganlar o'zbati qilib qilganlik deydi endi. Ammo ko'pinchisi qilib qilganlik ta bugunga qadar nasli kelib kelganlar shu. Ba'zi ulamolar yana mana tushundirdi endi buni. Sur Maidada bir oyat bor. Qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'is sabil deb in yahudilar ahli kitob to'g'riliq gap qilib sizlarga buningmi yomon Allohning nazarida bir kishi to'g'riliq yoki bir kishilar to'g'riliq depraymi Alloh la'nat qilib g'azab qilgan va ularning ichidan maymunlarni cho'shqalarni qilgan odamdan o'zgartayotgan degandek ma'noda va tog'utlarga ibodat qilgan kishilar va bular eng yomon odamlar, eng ozg'u odamlar deb sifatlagan bir oyat bor. Ya'ni bu yerda bir masala, bu masala bir qavm, anda butun kishilar emas, bir bo'lik kishilar. Alloh bularga g'azab qilgan.
bularni maymunga, cho'shqaga aylantirib o'tgan, tog'utga ibodat qildigan qilib o'tgan bularni, ya'ni boshqalarning zulmasini yashaydigan qilib o'tgan. Allah subhanahu va taolo bizga xabar qilib berdi, yahudlarning maymunga o'zgarib ketganligini tilga oldi. Lekin cho'shqaga o'zgarganligini demadi bu yerda. Faqat cho'shqa qildi dedi-da. Endi bular ras maymunga o'zgarganmi bular desa, shundan keyin Allohning bularga nisbatan g'azabi oshdi. Am bu yana cho'shqaga o'zgarganmi? Allah ularni insonlikdan hayvonlikqa, mayli qimmat qarash, iroda, yaratilish, amaliy yaratilishda o'zgartib o'tganmi desa, biz deymiz bu yerdan bunga javoban, avval biz Allah bularni o'zgartgan hayvonlarga bir qarab chiqishimiz kerak. Maymunning gapi bu yerda, cho'shqaning gapi bu. Maymun desek, doim avrati uchiq bir hayvon bu. Maymunning avratiningki, qassininki va badanidan farqli bir ayrim rangi va hammadan buni bilamiz, vaqtlarga baqsaq bo'ladi. Maymun faqat tayoq bilan adabiy yutilgan bir hayvon. Tayoqsiz ko'nmaydi bu. Yahudlar yuqoriga o'xshash bu din yo'lini qabul qilmadi, illaki ustiga turtig'ini kutagan vaqtda qabul qildi. Buning mijozi ayni shu mijoz yana. Tayoq olmasa bo'lmaydi bularga. Hozir bularning hozirgi mijozi yoki hozirgi ahvoli bularda yaratilish jihatiga o'zgartirilmiş. Ma aytdiki, maymun bo'lib ketinglar, cho'sh bo'lib ketinglar degani amaliy badan shakl jihatiga o'zgartirish emas deydi hozirgi tushuntirilishda. U faqat mijoz, xuluq jihatiga o'zgartirish. Ya'ni sizlar maymun mijoz qilib ketinglar degan gap. Bu maymundagi xarakteri bularga singan demakchi. Ma ikkinchi tushuntirilishda. Cho'shqa masalasi desak, cho'shqa o'zining tishisini faqat kullamaydi. Bu sifatmi ham yahudlarda bor. Andakin üçüncü bir sifat var. Abadat tağut ibadet kıldı de. Yani tağut ibadet kıldığın kişiler. Tağut degen neymi dese, zulümde hadidin aşkan her kandak bir zalimne tağut deyimiz. Tağutun kulları degenimiz her kandak zalimnin zulmüga, yardım verip itaat kıldığı adam zalimnin yardımcıları, zalimnin kulları oldu. Yahudlarının cezası aynı şu şekilde. Davamlıq zalimnin qışda zalimi yardım berdi. Bu üç xil micaz bular Allah tarafından berilganda, micaz meselesi qaladı. Bunu amaliy shakldagi o'zgarish emas. Demak, bu yerdagi o'zgarish meselesi, bularning o'zgarish meselesi mayli bir qatim yoki ikki qatim bo'lsin, bir shakliy masala. Lekin Allah subhanahu va taolaning bu yerda bizga demoqchi bo'lgan nima bo'lsa, Allah bizga yuqorida surma aytilgan oyati bizga bergani, yahudlarning axloqiy mijozi, shakliy mijozi emas. Xuddi bular bu yerda bugungi oyat shakl jihatiga o'zgarishga bakroq ma'noda. Bugungi oyatning ifoda. Surmayetdagi oyat axloqiy, mijoz jihatiga o'zgarishni bakroq ifodalaydi. Ikki oyatni birlashtirgan vaqtda bular shakli jihatdan o'zgargan, mijoz xarakter jihatdan o'zgargan degandek bir xil ifoda chiqadi. Ammo bizga muhim bo'lgani, bu yerda avtor dedi-ku, mayli shakli masala bularning mayli ular amaliy maymunga o'zgargan, cho'shqaga o'zgargan bo'lsin yoki axloqiy jihatdan, mijoz jihatdan, xarakter jihatdan o'zgargan bo'lsin, bu bizga nisbatan ularning ishi bizga muhim emas. Ammo masala Allah subhanahu va taolaning buyrug'iga, Mavloga o'xshash qarshilik qilib yoki unga yili ishiltib insonlarni aldaymiz degan, Allohni aldaymiz degan xiyol bilan bu xil shaklda ish tutganlarning oqibatiningki bizning normal holatdan chiqib ketish, ya'ni egri jazo bo'lganligining ifodasi bu. Undan keyin keldik 66-oyatda Allah subhanahu va taolo ilgirki oyatning oxirisida davom etadi. Faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha va ma khalfaha va maw'izatan lil muttaqin. Yani Allah ilgirki oyatda ularga egri jazo berganligini, maymunga aylantirib o'tganligini bularni tilga olgandan keyin biz buni deydi. Oldi va keyindagi butun kishilarga jazo qildik. Muttaqillarga bir vazniyat qildik. Mav oyatning asosiy maqsadi mana. Bu yuqoridagi mazmunni so'zlashning sababi yo'ldan ozg'onlarga nisbatan bir jazo, muttaqillarga nisbatan bir vazniyat uqumi bo'lsin deganlik asosiy maqsadi shu. Allah subhanahu va taolo yani bizningki diqqatimizni shu nuqtaga chekmoqchiki, bu yerdagi yaratilish jihatdagi bir o'zgartirish, axloqiy jihatdagi, xulq mijoz jihatdagi yo'lda o'zgartirishni qilib bo'lgandan keyin mushlarning hammani qanday qildi desa, yahudlarga nisbatan faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha va ma khalfaha, ya'ni biz shu vaqtdagi kishilarga, shu o'zgartirilgan vaqtdagi kishilarga va undan keyingi kishilarga nakalan qildik deydi. Ya'ni egri azob qildik buni deydi.
Jazo degan, azob degan cho'qqum avval bir ishni xato deb ifodalashdan avval bundacha tajrimda bir gap bor. Bir odamni jazolash uchun shu odam qilgan ishni qilishdan avval jinoyat ekanligini oldidan deb qo'yish bor. Demay turib jazo olmaydi. O'g'irlik qilsa qo'lni kesimiz degan gap, qo'lni o'g'irlik qilib bo'lganda deb turib kesmaymiz. O'g'irlik qilishning oldida bayon qilinadi. O'g'irlik qilsang jazolansa, ulan kesiladi deb o'g'irlikning jazo ekanligini boshqalarga deymiz. Buni bilib turib qilsa andan keyin qo'li kesiladi. Buni o'xshash masala. Bularning bu xil darajada azoblanishi, jazolanishi uchun chuqur mavli qilgan ish oldi bilan xato deb o'tirib qo'yilishi kerak-da. Bu islom prinsipi, qonun prinsipi bu. Oldi bilan bir ishning jinoyat ekanligini o'tirib qo'yish, jazo bekitish, qilgan odamni jazolash masalasi. Qonunshunoslar deydi, avval jinoyatni bekitmay turib jazo yo'q deydi. Jinoyatni bekitish cho'qim aniq qonun teksti bilan bo'ladi, qonun bilan bo'ladi deydi. Ya'ni sen jazolashdan ilgari ma ish harakat jinoyat bo'lib, buning jazosi pukuni deyishing kerak deydi. Ma holatda har qanday bir inson qilsa bu ishni, jinoyat qilsa, undan keyin jazoga loyiq bo'ladi. Madam bu bizning maydonimiz bo'lgan ekan, bu yerda oldi bilan yo'l qo'yilgan bir shariat bo'ladi yahudlarga. Yo'l qo'yib bergan bir qonun, ahkam bo'ladi. Cho'qim bo'lish kerak. Endi qonun yo'l qo'yish deganning ma'nosi qanaqadir Alloh jazoni yo'l qo'y deganlik emas. Hech kimning jazolag'isi yo'q. O'g'rining qulni kesgan vaqtimizda hech kimning haqni chuloq qilg'isi yo'q. Naga qilg'isi yo'q, uni yerim qilg'isi yo'q. Ammo bu yerda qonun yo'lga qo'yishning ma'nosi hech kimning qilmaslik uchun bu jinoyatni qo'rqitish orqali jinoyat qilishdan to'sashga tirishish. Ma'ni qilsang manchillik o'ykisma degan gap hech kimning bu ishni qilmaslik kafolatlik qilish uchun, ya'ni boshqalar qo'rqib qilmasin deganlik uchun bo'ladi bu ahvol. Endi jinoyat shundoqdir, yana qilinib qolsa, o'g'irlik qilsang qo'lni kesimiz deb turib qilinib qolsa, jazoni bu yerga ijro qilamiz. Chunki jazoni ijro qilish boshqalarga ibrat qilish yuzidan, boshqalarning shu ishni qilib qilishni cheklash yuzidan bo'ladi. Ma'o dal bizning qonunda nakul, ya'ni nakal masalan bu shaklda atıldı yani. Nekalan degani, fecalnaha nekalan lima bayna nekal degani, dal shu xildagi jazo an nekal oldu. Avval bir ishni xato deb o'tirib o'qiymiz, eskartimiz, boshqalarga bildirimiz shu ishni qilish jazolanganligini, boshqalar uni qilib qoldi, jazolaymiz, buni o'zi nekal oldu. Biz mushun tushunganligin oyatning o'ziga kelaylik. Oyatda fecalnaha nekala dedi. Nekal degani biz yuqoridagi ishni bir cheklimi jazo qildik, kuchli jazo qildik deyapti. Nimishqa Banu İsrail'den hech kim bu xil shakldagi qarshilikqa qaytmaslik uchun da'vat etdi. Avla ashla yil ishlatdi, ash jazoga uchirdi. Biz buni bayon qildik, dedik. Mana ko'dinglar ma'ishinde ikkinchi bir odam bu ishni qilib qolmasin da'vat etdi. Ya'ni nakala lima bayna yadayha degani oldidagi kishilarga degani shu voqelik bilan zamonda yashagan bir yahudlar bo'ladi. Shularga zamonda yashagan, shu voqelikni hikoya qilgan zamonda yashagan kishilarga jazo. Nimishqa bu ma'siyatga mangu yiqilishib qolmasligi uchun unutilg'usiz bir vazniyat bo'lsin uchun mau baynayda degani shu zamondagi kishilarga va ma xalfaha degani ya'ni undan keyingi kishilarga, ya'ni biz shu jazoni keyingi avlodlar miros oladigan Bani Isroildan avlod buni hikoya qilib bizga deb bir jazo sifatida bundan keyin oxir shakldagi jinoyatga kirmaslik sifatida vazniyat sifatida keyingi avlodlarga qoldirdik. Ya'ni bu jazo shu vaqtdagi kishilarga bo'ldi, bundan keyingi kishilarga jazo bo'ldi deyapti. Ya'ni biz bayatında to'qqu dadasi balasiga deb turdi. Mushta bo'lgan. Andan keyin Alloh bizni mana jazolagan deb. Andan keyin balasiga deb turdi. Ashta qilib avlodga bu ahvol hikoya qilinib, bularning ichida ma'ruf bir narsaga aylanadi. Sabab nima desa, kelgusida hech kim bu xil ishni qilib qolmasin. Nishqa ma jazoning og'irligi. Bu odamning maymonga o'zgarib ketishi bir gapda u. Oyatning oxirisida va mau'izatan lil muttaqin, muttaqillarga vaznasiyat deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Banu İsraildan yuz bergan shu hodisalar
ve ularni jazolagan, jazoni yetkizgan bütün kişilerge nisbeten bir vaznasiyat olsun üçün deydi. Muttaqin deyişin sebebi, muttaqin degeni biz nimde tushundik ilgili derslerimizde taqvolik degan Allah'ның çekilgen işleri yıkıllaşmaslık arkalık Allah'ның azabının üzünü saklap kalkışlar dedik. Muttaqin degeni del üzünü Allah'ның azabını saklap kalkışlar degen buludu. Muttaqinlerge bu vaznasiyat degeni Allah bizge bayan qilib berdi ya. Biz bunu anladık, ibret aldık. Yahudlar qilgan bu qiliqni qilmaslik irodasiga keldik. Shu orqali bu xil echinishlik yoki razil bu xil eg'ir jinoyatga tushib qolmadik. Allohning azobidan saqlandik. Yani bu kishilarga vaznasiyat da'vatidi. Yani bular o'zlarini turlik mush xil azobdan mubakroq, qattiqroq turlik azob bo'lgan qiyomat kunidagi azobning yomonligidan saqlab qolamiz deydi Allohga. Nima bu? Vaznasiyat bu. Ondan başqa biz şu noktaga bir diqqat qilishimiz kerak. Şu noktani alohida qarab o'tishimiz kerak. Bir ishni jinoyat deb e'lon qilmasdan jazo yo'q. Bir ishning jinoyatini bekitish cho'qim nas bilan bo'ladi, ya'ni qonun bilan bo'ladi. Bu bir ilohiy prinsip bu. Shunga Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va ma kunna muazzabina hatta nab'atha rasula." Biz payg'ambar avatmay turib jazolamaymiz. Buna deganlik nima desa, payg'ambar avatib avval jazo qonunini bekitdi. Jazoni oshkorlaydi. Bir ishning jinoyat ekanligini o'tirib qo'ydi. Andin keyin insonlar qiladi, an jazolaymiz. Payg'ambar avatmay turib bir ishning jinoyat ekanligini bekitmay turib biz jazolamaymiz demakchi. Ya'ni payg'ambar avval kelib ma'lum ishlar jinoyat deb bekitdi. Andan keyin shu ishni Allohning xalqini bir odam qilsa, uningga jazo loyiq bo'ladi. Mushunda o'g'achqa o'tmishga tatbiqlaydigan har qanday qonun to'g'ri deyilayotgan gap. Bunda bir gaplar var. Şu vaqtda Misr jamiyatida bo'layotgan gap. Masalan 2017-yilda desek, yangi qonundan birisi tuzildi deyli, yo'lga qo'yildi deyli. Mushu qonunga asosan 2005 yoki 2000-yil, 2010-yil o'tkazgan bir jinoyatlarga jazo berishni arabchada asar raj'iy deydi. Yani keyniga qaytirma jazo. Qonun bu yil yo'l qo'yildi. Ama bu qonunni o'tgan 10 yilga tatbiqlash bu bir ba'zi bir bo'layotgan qonun sohasida bo'layotgan ba'zi bir gaplar bu. Mushu haqda deyilayotgan gaplar Allohning shariatiga, adolatiga xilof. 2017-yil yo'l qo'yilgan qonun bundan keyingi mang'udi, oldiga mangmaydi. Adolatsiz, rahimsiz, zolim insonlarla bu yil bir qonunni chiqarib, andan o'tmishni surishti qilib, sen 5 yil ilgari nima ish qilganding? 10 yil ilgari nima ish qilganding? Bu yil bu qonun chiqdi. Sening 10 yil ilgari qilgan falon jinoyatingga mancha yillik kesilding deb jazo kirishdi. Bu Allohning qonuniga xilof, Allohning adolatiga xilof. Osmon adolatida ana keyniga qaytirib jazolaydigan narsalar yo'q. Keyniga qaytirilib izni qo'g'lab 10 yil ilgari jinoyat, 20 yil ilgari jinoyatni bugun yo'l qo'yilgan qonun bilan jazolaydigan ish osmonning adolatida bo'lmaydi. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.